İlish podshohi Penni Filli bilan uning raqibi jiddiy ilishmoqda. Lazer nuriga diqqat qilinglar. Havolim sana tuyib ketsizlar. Parvardigorim, ilish musobaqasini naq maydondagi odam hukumat chiqdi ekan. Albatta. İlish mastallari, yaxshimisizlar? Keynimde o'ltirgan ilish mastallardan ko'rishga bo'ladiki, bugun Benin Fillining kuni. Hammanglar Benin Fillining niqobini olsanglar bo'ladi. O'rni lazer Benin. Kovik, bu o'rin yaxshi ekan. Siz Benin bilan yaqin o'xshamamsiz, ha? Shunda biz harbiylikda birga turgan. Keyin u yo'tkilib ketdi. Harbiylikda, amisa u xeyli burun qilishgan. Shu joyda sizlarda qayta shakli chashbosini bormidik. Har shanba kuni ko'nglash qilib borandinglar. Vel, undaq emas. Biroq uning menga bilet evatishini o'ylab boqmabdiman. Sizlarning yoqtirib ko'rishinglarni texmo o'ylamagan. Chaqchaq qilmang. Bu biz eng yoqtirgan naq maydon televiziya programmasi. Parvardigor, qarang mishin. Avu to'g'ri. U tashqi olamdan kelgan odam siman maxluq. Xosiyatli odamni qattiq ekan. Qarang, uning yenidikisi nokkan. Nok. Keyinda kutilmagan o'zgarish bo'lganlikdan paydo bo'lgan g'ayri odam zot. Sizlar hammin to'nimsizlar. Garchi sifatlashlar sal eshib ketgan bo'lsa-mu, lekin ilish maydoni qaltis uchun. musobaqada burilish bo'ldi. Benim Yavuz görüngeni bilen mulayim ar. Musobaqa oyoqlashdi. G'olib bilan mag'lub bo'lg'uchi aniq bo'ldi. Benin Filli yanında g'olibdir. Mushlish mastallari unutib qolmaysizlar. Beltinglarning ko'tigi bilan Benin niqobini haqsiz ilib olinglar. Ay, Kovik William, ko'rishmagil uzun bo'pti burada. Unutib qolmabsan, ha? Shundoq burada. Hadi Nasrostor. Bu benim Filli. Bu mening xo'jayinim Vel Ero. Bu uning do'sti Mishin Draco. Hay. Hay. Barakallah ağina, atrapınga danlıq sahip camalar tulub ketipti. Modullarda kiyinib ilishlar jo'teqi. Yardım, ha? Yardı. Endi öz vaqtida qizlar bilan ko'rishiman deb o'sal bo'lib qolgandek ishlarni qilmaydi qansa. Bo'ldi. O'tgan eslamamgin bo'lamdi. Tushundi. Benin, san gipim bor. Turibdi. Nur, sana bir necha do'stimni tanishtirib qo'yay. Ayıpga buyurmanglar. Ma'qul amsa, yil ko'rishaylik. Albatta. Benim. Xo'sh. Nokning kayfi yaxshi emasdek qiladi. Chunki kishilar Beninga madad bergandek madad bermaydi. To'g'ri. Tushundim. Shunga benim bizga belad evatgan o'xshaydi. Joyinglarda o'tiringlar, xonimlar, apandilar. Endi maydonga ber to'chishdi. Nima qilmoqchisan? Bundaq joyda bizga ishtirib yurma. Meni qo'yib ber og'ina. Ular muhofizatchilar. Bizni qo'g'disa yaxshi emasmi? Biz o'zimizni qo'dalaymiz. Haqas bor. Bo'lmasa hammamiz jinimizni ayiramiz. Nim bo'ldi og'ina? Qo'l qo'yg'izamsa. Mening narsamni olib ketibsan. Qaytirib olmoqchiman. Demiş oldu. Burada iş bulmagandı. Ha?
Güzel hem Batur Bil Ironis goya osmondan tushgandeklar paydo bo'lib, Los Angeles amalliq qo'g'dash şirketidagi chivar ham qavullardan tashkil topgan munavvarlar guruhisini boshlab, eng xatarli amalliq qo'g'dash vazifalarini kayni-kaynidan g'albilik tamomlamoqda. Velning mushlash musobaqasida tijorat qilaverishini o'ylamabdimi? Hech tushunamadim. Kovakning do'sti hujum uchrayapsa, biz bu yerda jimida turib nemisi? Chiqib tekshirib baqsaq bo'ladi. Nok, Verto, avval kuch mashq qilinglar. Xo'p, xo'jayin. Avarchilik uchirgan turib meni izlamabsan. Men sana bilet evetmedim bu. Benim Felli, aylanib o'tish taktikasiga mayr bo'l. Bizga yaqindan beri xotirjamlik yo'q. Qalbi qisaq texmo besim bo'lyapti. Avval mashq qiling benin. Fatih, bular mening xizmatdoshlarim Dasha Debs bilan Negi Franka. Bu Bati Del Floyer programning film ishligisi. Sizlarni bir qobil deb angladim, ammo eskartib qo'yay. Bu yerda o'zinglarni besilib yurguninglar tuzuk. Biz kishilarning diqqatini tortmaymiz. Kim qilganligini bilamsiz. Agar elish shohi bo'lsangiz, haftada 5 kun 51 davlatning 14 xil tilda berilgan televiziya programmasida ko'rinay desangiz, bunday savol so'ramagan bo'lardingiz. Oh, Parvardigar. Sizlar bu yana olib qo'ymay tekshiringlar. Bu yerda sizning sirliq ordisimi texi? Fatih Del Floyer, bu bizning boshliq Bil Ironis. Hay. Sizlarning bu programmaga alayda taklif qilingan aziz mehmonlar kerak deydi-ku. Bizni taklif qilinglar. Hodisadan chiqalaymiz. Yo'q, biz bo'lmaymiz. To'xtang. Uni degani to'g'ri. Menimcha shunda qilganda bir chalmada ikki paxtakni so'qqilib bo'lgandek. Bir tarafdan sizlarning salaytinglarni yo'shirg'ili bo'ladi, yana bir tarafdan ko'rish nisbati oshadi. Biz musobaqa maydoniga kirsak, xaridorimizni yaqindan qo'g'dash kerak bo'ladi. Mening osh kiyimlarni kiygim yo'q. O'g'oshu, men ishimiz boshqacha loyihalaymiz. O'tgan yili Ilohlar bayramida biz birinchilikka erishgan. Biz rivoyatchilarni do'rganman, Yupiter u Platonmi bersam. Vel, kasb o'zgartib televiziya filmlariga chiqishni o'ylab baxtingizmi? Albatta, mening nurg'un ijodiy fikrlarim bor. Biroq mening gapimni kim anglaydi? Masalan, bir oddiy qiz o'z yolg'iz Los Angelesga keladi. U ko'chalarda yemaklik sotadi. Uzun o'tmay bu qiz Dur ha burada, tez turg'in. qattiq og'riyotganda ko'mik. Hayrat qiling. Benin hayrat qiling. Yana ilishimdoq. Sana Turon kerak. ko'mik hayrat qiling. Benin. Uning karantozni ko'sib qo'ying qadrligim. Qandoq? Turon ko'mik. Hayrat qiling Benin. Hayrat qiling deyman. Chekingandek tursa, Nima gel deyishim uchaylik. mumkin? Har ikkisini yaxshi ko'rgan tursam. Hayrat qiling Benin. Kile. Sen bakamsa. Hayrat qiling. Peri kile azizim, kile. Kile. Hayrat qiling. Ya. To'g'ri, mana buni ko'nlar murdan halqitib etishlaydi. Qanday bo'lyapsa? Ha? Uzundan beri bunday ko'ngillik elish boqmabdi ekanman, birodar. Endi rozi bo'lgansa? Shundoq og'ina, yaxshi elishdim. Qaraganda o'yin qal'asida o'sal bo'lgandan keyin nurg'un gumpo'ginibsa. To'xtanglar, Kovik o'z vaqtida zoti qanday ahmoqlik qildi ekan? Benim degan ablah bak eski. Ma ilish shohi.
Men Kovikning kishilarni yo'shadigan qanday sir borligini bir tekshirib boqaychi. Vel, gapimni angla. Harbiy majburiyat o'tayotgan yerlangan putongu deymi? Shundoq esingda bor ekan, ha? Keyin nima bo'ldi? Nim deb aloqamiz uzilib qoldi. Avval sen boshqa vezvotga yetkilib ketding. Keyin yer shardan g'oyib bo'ldi. Bo'ldi, birodar. Rostini aytsam, biz uzun yillar ko'rishmadik. Endi bo'lganda sen to'satilla bir necha bilet avatibsan. Ondan keyin hujum uchirdi. Zanin emish. Harbiylikdan qaytgandan keyin ozroq avarchilik yo'liqdi. Qanday avarchilik? Belya, Verto, Fatih ishxonada saqlab o'tirdi. To'xtam imzolaydigan ish qo'ydaymi? sal turib so'zlashaylik. Ma'qul og'ayni. Sal turib ko'rishaylik, Verto. Zaten nima qilmoqchisiz? O'zingni besval berdi. Unda qilma. Men burun qutulg'il bo'lmaydigan raqiblarga uchirganman. Filippinlik, Panamalik yana Goamliklarmi bor? Bilamsan, bu qitim qilsa o'xshamaydi. Biz ashu ish tufaylidan da'vo qilmaylik. Sen ham ish terib yurma. Yo'limni to'siman umuman. Ayting, so'zi nima ish bo'ldi? Mushundaq bo'lganda sizlarni muhofazat qila olamiz. Bizga muhofazatning lozimi yo'q. Biroq siz bilan a'lo qizlar bilamsiz, biz bilan o'ynab qo'ysanglar bo'ladi. O'ynab bo'ldingmi, Soltek? Shundoq, ko'ranglab ketma. Nuram yarlangan. Koper. Angladingizmi? Kim yotgan shu uydan anglatamdir nima? Hey! Mavishni. Onu tushirib aytam. Yana muhofazat qilish kerak emasdamsiz? Asta. Verto og'riq to'xtatish to'g'risi bilan jon saqlayotdi. Murisidagi koni yarisi yana qo'zg'alibdi. Koni yarisi? O'tganda dumbalg'andimi shundaq degan. Biz ozroq paranglashib qolgan shu. Ish o'rnidan xalqancha ayrilganning natijasi. Ba'zilar mashhur amonlik saqlovchilarning ko'z oldida zo'ravonlik qilyapti. Rost deysiz. Lekin endi qilolmaydi. Yaxshi qop. Venetsiya ko'chasida tashviqot faoliyati o'tkazilmoqchi. Necha oy tayyorlik qilindi. Shunga cho'qim o'tkazish kerak. Bu qitim chataq chiqsa bo'lmaydi, Jumo. Qatil ularning ahvolini obdan biladi ekan. Vertoning mo'rsini, Beninning putini. O, sizlarni cho'qim tunish kerak. To'g'ri. Yana kelib uzun yil aralashgan. Siz Verto ham Nuhlar bilan alayda yolg'on qo'shinning 11-rotasi turganligingiz haqida zodla so'zlab baxmadingizmi? Men yuqori darajalik alayda askarlarning maxfiy vazifa o'taydiganligini anglagan. Sana hujum qilgan odam ziyonkashlik uchraganmi? Texun beter. O bizning komandirimiz Mayor James Koper bo'ladi. Mayor Kopermi? Men uni askar vaqtida taniydim. Uning ro'yi benormallik kasalini hammasi biladi. Yangi askarlarni xo'rlaganlik uchun harbiy sotqiq tortilgan. Uningda qo'rqinchli ishlar bor texi. U dahshatli vazifalarni ijro qilish avatiladi. U maxsus yoshirin o'ldirish bilan shug'ullanadi. Shu ishkanligini boshli bilib turib bizga demabsiz-ku. Biz faqat gumonlandik. Cho'qim shu deyamaymiz. Birodarlar,
Bu yerda ko'pir 1996-yildan tortib yo'qolib ketganlar tizimligiga kirgizilgan deyilibdi. Oxirgi qitimliq vazifani tamomlaganda Koper aeroplanga ulguramagan. Biz uni o'ldimkin debdimiz, toki sababsiz hujumga uchraganga qadar. Men mashq baray. Bilemsiz, do'stingiz yanada yoshiryotdi. Bilaman. Bo'pti, bizning boshqa amalimiz bor. Bundaq qilish qonunga xilop. To'xtanglarmi? Tunji qitim emas-ku. Qolgan elishquchilarning adresini aniqlab ber. Turmadigilarni-chi? Da. Men Afina. Meni yengib chiqinglar. Men hammaga qodir ayol iloh. Men Dana, go'zal botir, ham birdan-bir ilohlarning shohi. Zevisman qudrat ato qilgan. Men haqiqatning homiysi. Shundaqla muqaddas yo'riqning namoyandisi. Yaxshi. Albatta. Bizning sahna kiyimlarimizning lohilanishi qanday bo'ldi? Qay diyorsun, muhabbetçi. Daşa kegili unumasmıken? Yaxtırıp qaladı. Qay diyorsun, muhabbetçilerini qo'shtinglarmi? To'liq ko'ranlab ketmanglar. Qay? Nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Suyimli xizmatdoshlarim uchun xizmat qilishga tayyorman. Shundaqmi? Afina qanday mashinaga tushdi? O'ylab baqay, harbiga. Qay? Urush terini qurg'oqlashtirib yetadi. Nima bo'ldingiz? Mendan boshqalar alayda taklif qilingan aziz mehmon bo'libsizlar. Men buzuq odamlarning roliga chiqsam mayli. Faqat boshqalarga ziyon solmaydiganlar bo'lsinlar. Amsa alvasti xotin Qay bo'ldi. Qandaq? Pichoq ila. Ne pizini? Her ishlar bo'lsin. İzleyiş tamamlandı. Material izleyiş tamamlandı. Avval Kovikning harbiylikka qatnashgan vaqtini kirgizman. Andin davlat xavfsizlik idorasining Ovin qal'asidagi mulozimat apparatining 6 xil sonliq ma'lumot bilan silishtirib. Bo'pti, sinab yiqin. Rangi bek o'chqisi bo'lmaydi. Bu ancha qiyin emas. Bu nima? Nervisi benormal askarlarning dastlab xotirasi degan. Bu suratni ko'ringlar. Onun kirasıl adamı? Suratni bir taraf qilishda yumshoq detalni ishlataman. Andan keyin suratdagi dog'larni tozalash knopkamni bossam, aniqroq ko'rsatish mumkin. Biroq halokat girdovidagi bilan o'xshashgan-ku. Kevin Kisternomi nima? Unda qamasdi. Kesib aytmanki, bu Kovik. Azroq, yaltiroq deb kelaylik. Jodiga Qay. Kayman takım aralarında kaçan hesap açtınlar? Kayman? Gepingni tushunmadim bu. Ben Verton'un xaterisini ko'rdim. Pul yetkash xaterisi. Hisobot nomeri yozilibdi. Beni yaxshi hozirla aytib bergin. Bo'lmasa ulgurmasligi mumkin. Ma'qul, senmi anglagansan? Birisi bizni boshqa davlatga vazifa ijro qilishga avatgan. Yerliklar jinin saqlab qilish uchun bizga ko'plab oltin kumush unchi mirvo yetmadi. Bularni kom soqqan sizlar haqcha. Shundoq bo'lmaychi. Koper Shvetsariya bankisiga biz uchun hisob ochqizgan. Bultur. Biz uni allaqachon o'ldi deb o'ylab, pulni Qaymanga yutkazgan edik. Endi Koper o'z o'lishini olmoqchi bo'lyapti. Yo'q. Hammasini olaman deydi. Uni tashlab ketganimizdan uchun olmoqchimish. Uni aeroplanga ulgurmadi deb o'tatdingmi? Undaq oddiy ish emas. Biz chet ellik vazifani tamomladik. Hamma ish o'ngishli bo'ldi. Biroq Koper yerliklarni o'ltirmoqchi bo'ldi. Hatto bolalardan tortib hammasini. Undaq qilsak vahshiylik bo'lmamdi Kovik. Biz uning buyrug'iga bo'ysunmay qaytib ketdik. Uni tashlab qo'ydinglar? Keyin uni yerliklar tutyapti deb anglab, obdan bo'pti deyishdik. Sizlarni tushunaman. Sizlar hargizmi durust odamlar emas. To'g'ri, Nuh bilan Vertom shundaq deydi. Biz 11-rotada zodi nima ishlar bo'lganligini boshqalarga bildirsak bo'lmaydi. Uningga aniq tushuntirsanglar bo'lmaydi. Haydisi yo'q. Uning Vertonni qanday qilganini ko'rdingmi? Mening putimni demayli qo'yay. U bizni o'ltirmoqchi. Uni hech kim to'siyamaydi. Men to'sayman. Ma'lum ishonga.
Qandaq bo'ldi? Xalqaro aloqaning maxfiy shifrini izlayapman. Endi Siyoriqqa keldim. Yana ozroq vaqt kerak. Davomli tekshiruv. Eliq pulni topaylik. U pulni texmi tez tepishning amali bor. To'g'ri dedim. Ular Venetsiya ko'chasida paydo bo'ldik. Barakallah. Hamma ish joyida. Siz tarafchi-chi? Ko'zim emir-chimir bo'lib ketdi. So'zish kiyimini kiygan ayollar to'lib ketibdi. Umuqo. Parvardigori. Kishini hayajonga soladi ekan. Qandaq dedi? Bir vaqtda mushundaq ko'p soyibchamonlarning ko'z oldimlarda namoyon bo'lganini ko'rguninglar bormi? Amsi do'stlar, musobaqa amdi zehn sinash bosqichiga kirdi. Birodarlar, yiroqqa ketmanglar. Keyingi nomerlar texmo esin. Man qara og'ayni. Men beri ichimlik akilay. Bo'pti, shundaqa. Biroq yolg'iz bo'lsang bo'lmaydi. Yaxshi turdingmi, Bekto? Hay! Musobaqa qatnashsangiz bo'pti. Qarang, Liptigimning ipi bo'shab ketibdi. Yili to'satdinlar tushib ketmasin deyapman. O'ngishib qo'yasizmi? Oh, rahmat benim. Oldirmanglar xonimlar, bir-birdan kelinglar. Munjidimi niqab taqamsiz? Qavul ham eg'ib besiqkansiz. Yoqtirib qoldim. O saxtamalga. Ularni o'ltirib deydi. O qarvas ko'chini olib tartibdan chiqadi. Bu qildaqga benim ep keting. Xutun. Bilme, bu ko'pi. To'xtanglar. Jaqtoydum ko'pi. Tez qoch. Yo'q. Bu ularning sherik emas. Uni yiqinglar. Chapsa. Soqchilar hozirlik qiladi. Yiliq mashinaning tizimligida Dekkrandi deb yozilgan ekan. Ronton ko'chasi 142 joyda turadi ekan, Sanat rayonida. Biroq So'zlayver. xotirda u bino 10 yilning oldida chiqib etilgan deyilibdi. Demak, uning adresi saxt ekanda, xalta ko'chada. Natayin. Kopierning tuyuqsiz hujum qilishini kutib o'tirsam bo'lmaydi. Keyin ko'rishaylik. Tasha. Dekkrandagi kiyim-kechak rayonidagi bir skladning oldida mashina to'xtatganlik jariman talonida 22 patis kesilgan ekan. Shu yer ularning koni ursi bor. Menga bering. Bering. Nochi Kovik William. Benin ilgirisini qaltisi mushlaqchi. Mushni chaqmaqdek tez atadi deya. Ras, sen to'g'riliqmi anglagan? Nimani anglagan? Seni ilgari xarlash g'aljiri deb anglagan. Hozir qarsam, sen bir iflos chashqan kelsin. Ular meni o'sha yerga tashlab ketdi. Askarlar unda qilmaydi. Sen askar bo'lishga munosib emas ekansan.
Benim sen taşlayıp obdan qıptı ekan. Tishimga tegadigan bo'lsam, men jinimni olaman. Tez ayt. Pulni nega yushiribdi? Koper. Men Pati Dalfiloyer degan birsini bayqadim. İlish musobaqasi programmasida ishlab ichgan. U Kayman taqim orollarida binimlarga hisob ichib berib ekan. Barakallah. Obdan qıpsiz. Siz uni teping. Men mana yangi do'stim bilan birdan mungdashay. Ko'ylakqa bir ish bo'lib qolsa, qanday qilaman? Ham qilmang. Dasha bilan Jon uni topalaydi. Ko'ylak o'zini tankilaydi, shundaqmi? Shundoq bo'lgan iloyim. Agar ko'rqa bir ish bo'lsa, men uyga harom bo'ladi. Menga xotirjam uxlab boqmagan uzun bo'ldi. Qaraganda qiymangiz ketganda. O'tir. Ma'qul. Meshi. Men o'sal ishlarni qilgan. Biroq ko'pirga qilganim xato bo'lmadi. Undaq bo'lsa, ko'pirga 100 kilometrdek ishingiz yo'q ekan. Qiziq gap bo'ldi. Ko'ylakmi shundaq? O bek aqlliq. Aqlliq bo'lishdan boshqa u menga ko'p yordam qilgan. Shu ish sababidan hatto ro'yi kasallar doktorxonasiga kirib qolgan, tas qolgan. Bu ish bilan Kay topgan suratning aloqasi bormi? U sizga deb bermaganmi? Deb bergan. O necha qatim deb bergan. Biroq yana bir qatim deb bersangizmi, mayli. Ma'qul amsa. Bir kuni kech ko'ylak ikkimiz g'ibbi sirqi chiqdik. Bazığı qaytayotganda jandarmlar sezib qoldi. Men qattiq qo'rqib ketdim. Agar yana bir qatim tutilsam, harbiy sotga tortilatdim. Sho'nglashqa meni bazığı kirib olsin deb ko'ylak jandarmlarni boshlab ketdi. Nima? Qandoq boshlab ketdi? Tezdami? Sadi qandoq boshlab ketdi? Tez bo'ling. U rostla do'stlikqa yaraydi. Binin. Nima? Tezdan qandoq oldi? Mushundaq chaqda kayfingizda uchirg'im yo'q edi. Biroq mashqa basingiz bo'larmikin? Ay, birdam turib turing. Oxirini taqdimadingizga. Yaxshimisiz? Hay, Mishin, bu men. Men boya benim bilan so'zlashdim. Ko'vikdan sal ansirab qelyaptim. Sizni mush ish uchun izlagan edim. Yili Ko'vikning yulduziga qarab baqdim. Uning savri burji, oy burjining oxirgi qatiga to'g'ri keldi. Buningdan aniqki, uning uchun ofat omadga aylandi ekan. Men qarang, benim Ko'vikning harbiylikka mahbitini oshkorlig'i oz qolgan edi. Biroq u ketib qoldi. Hech qisi yo'q. Polsiyani topa olayman. Xo'sh. Tamaki chekish salomatlikka ziyonli. Uningda nima oson yerda? Men Biz bir do'stimizni izlayapmiz. Sizlarga deb bermayman. Javobim xato. Ma'lum to'g'rimi? Buning bilan odamni yerim palash qilib bo'ladi deydi u. chunki qon to'xtatish pallasini bosdingiz emasmi? Yana bir xilimi bor. Buning yaxshi yeri uning ovozini anglayolmaysiz. Ovoz chiqmadi. Tushundim. Qarang, ma'u bilan ekan. Buning uni baba. O'tgan hafta heri qumper gap qilib unamagan edi. Mushundaq qildim. Oxirida u jigir bilan tilini ho'qib chiqaribdi. Faqat so'qirishchilik qoldi-ku deyman. Esimda qolmabdi. Ma'qul. Banday. Anglayapman. Nima? Fatih bilan nima deyishdingiz? Uni derizan sirtiga esib qo'yib edim, bankchigining maxfiy shifri esiga keldi. Pulni oldik. Barakallah azizim. Men ishdan ilgari pokiz bir taraf qilib aytayli. Uni joylab. Nima bo'ldi? O'zing qo'l solamamsan? Kiyimimni bulg'uvog'im yo'q. Telefoning yomon emaskan. Hamda uni ishlatamaysan. Ko'pir. Biz yana ko'rishib qolamiz.
Qara abdinga. Qo'rqinchoq. Nima azmini qilsa? Tez bo'l, meni ur. Urmamsa? Sen budlar kadın çıksa. Oradan tur! Meni nasirab qapti, teqtedi yig'amayotdi. Bechora, onun qarab chidayamayapti. Yaxshimisiz, Manuel? Oh, birodarlar, xush xabar. Ko'bikni tepdi. U yeyishni bo'lmabdi. Yaxshi bo'ldi. Ko'vik sog'gan. Yana shum xabarmi bor? Ko'pir qichib ketibdi, tex pulingizni epmayapti. Yana Ko'bikning pul qopchig'i bilan yonifunnimi ilyapti? Ko'pir qichibdimi? O'lgur. Ha? Pul degan qo'lning kiri. Pulning masalasi emas. Ko'vik chiqinglar degandek, men ko'pirni tepib oramizdagi ishlarni biroqla hal qilib o'tay. Uni men topa olayman. Ko'vikning yonifoniga telefon beray. Vay. Sen bilan bir so'zlashadigan birodar. Ey, og'ina. Beni rastla hayron qilyapman. Tuz qilma. Chaqim. İçimni iliştirib etdin Ko'pir. Sen sepi o'zdan xorlash g'oljiri. Nomussiz rasvo ablah. Öl xumbe. Nahayt optan deydin. Savira, eski işlerini hamını bilmem de. Allah dur, o'tmishingni yushirman dema. Chunki biz seni joylab o'tamiz. Ulguramadim. Men sening 5 million pulingni epmag'dim. Sening o'z vaqtida qilgan atganlaringni devasak 5 million bir tiyinga arzimas bo'ladi. Undaqda sen tugishsan. Shundaqmi? Hamsi seni baqay. Hamma narsa tamam bo'lsin. 11-rotning qilmagan askariga qolmadi. Sen bo'lsang bosh jinoyatchi, cho'qib do'zaxga tushsa. Sening yomon odating bor ekan beni. Sen sukut qilishsan aytini bilmaydi ekansan. Xalq uchun ziyondoshini tozalig'ini bo'lsin. Seni o'ldirib etaman. Karomating bo'lsin, sinab baq. Senden endi qo'rqmayman Ko'pir. Anlab dur, ikkimiz ayrim elishaylik. Elishish maydonida hozirla. Yaxshi vaqt ajalim to'shibdi. Shundaqmi? Qani ko'ramiz. Birodarlarga ular qurol ilib olsin. 11-rotining odamlar qachondan beri vijdonli xo'p qoldilar. Ko'pir bir şey kelimdiki. Shundaq, uni o'ldirib etaman. Bek sodda ekansiz. Ko'pir aldamchi tursa, sheriklarini boshlab kelib bizni qiribasiz-ku. Qanaqa qilamiz? İlayim, daşallah Ko'pirdan buraya yetib kelseydi. Agar kelamiz-ku, bu yerdan qurol topaylik. Bakın, bombada qilamdi. Ko'pirni portlatib osmonga uchirib etmisin. Bomba emas, texnik bilimimizdan tutak minasi. Kechirim. Asqitib qola. Ve nemishki Ko'pir ishkimizni elish qilib qo'ymaysiz. Sizga desam-chi, uni mag'lub qila olayman. Yo'q. Bu mashhur Almaniya qo'g'dug'ichilarning mas'uliyati. Biz Ko'pirni tutib olamiz. Sizdan uni qiymat-chimi qig'iningizni ko'rishni xohlamayman. Siz aralashmang. Kirib keting. Tez bo'ling. Mishin sizga hamroh bo'lsin. Qanday qilsam ularni to'sib olaman? Yaxshimisiz? Sizga deb beray. Ko'vikning o'z vaqtida nima uchun Ro'yi kasallar doktorxonasiga kirib qolganligini uqdim. U gazarmada yugurib ketayotganda. Men keldim. Ko'pir tez bo'ling. Keldim, men mangay. Kiyim kiymabdi ekan. O'q chiqamay turinglar. Men o'z qo'lim bilan uni joylab etaman. Bu yoqqa chiq beni. Sening nadaligingni bilma. His qila olayman.
Çapsan çık. Kıvırlaşma. Bu mukaddes iliş meydanına kirişki bo'lmaydi. Ulug' ayol ilah Afinaga bayat qilinglar. Benim zadı nerede? Afina bilan mushundaq so'zlashishga petindingmi? Avval so'qat be. Bo'lmasa, jiningdan juda bo'lasan. Bundoq so'qat yaxshi emas. Beninning nadaligini bilmayman. Uni bu dunyoda mangu topolmaysan. Gaping bo'lsa, menga da, men xo'shallik bilan yetkazaman. Beni to'smoqchi misan? Rolni obdan oldimmi? Qochayli. Bu tütek bo'lmisi. Bu muhafazachilar hechimmi tishimga tegdi? Men avval senlarni yo'qotay. Ondan o'z qo'limda benini joylab itaman. Benin chiqmaydi o ko'pi. Mana men keldim. Seni o'zim o'ldirib itaman. Qani kela. Aytinglar. Biz ko'rishib qolamiz degan qo'l. Benim bo'lmasa sen mi bo'laversan? Qanamiz kela. Ajilan toshdik qalva. Endi bo'ldi. Afinaga hurmatsizlik qilishga bo'lmaydi. Qani kela. Voy sepadan qizdirg'unim bo'lsin. Ma o esib qo'yib urg'udim uchun. Ma bu harbiylarning nomini urg'udim uchun. Önünü açın.
Bey chiroyli ekansiz umum. Bo'ldi, birodar, chapsanda. Kovik ilgari o'zining ruhiy kasallar doktorxonasiga kirganligini zodil tilga olmagan ku. Sizlarga deb bermidimmi? Ma'qul. Kovik ikkimiz doim o'g'irliqchi chiqib, qavoxonlarda qizlar bilan paranglashdik. Ondan qaytqicha bir daryodan o'zib o'tdik. Bir kuni biz endi kiyimimizni kiyayotganda jandarmlar ko'rib qoldi. Shuning bilan u meni qo'g'dimoqchi bo'ldi. Chunki men ilgirimo bir qitim tutilib qolgan edim. Kovik o'yin qalasi qarab yugurdi. Siz Qaysimonning kompyuterdan suratini ko'rsangiz bo'ladi. Biroq quramiga yetmaganlar uni ko'rsa bo'lmaydi. Akilingga ko'rib baqay. Kovikning mahbiyatligini burunli bilgim bor edi. Ya knopkani xato bosdingiz. Suratni cho'ng ekranli televizorga tushirib qo'ydingiz. Voy xudoyim. Kovik kiyim-kiyimni tiqib yalang'ishlar. Qaranglar. O'chiramayapti men. Shengim kamayotdi. Ayni yillar qaytgandek bo'lyapti. Xizmat ishimni yalang'och holda ko'rgim yo'q. Ishongim kamayapti. Yaqinroq berib ko'raychi. Hov! Kovik. Nima bo'ldi? Hech nima. Rosa hech nima bo'lmadi. Men yordam qiling. Mashina to'xtatish maydoniga birga boraylik. Lavsirg'im mashinaga tushib qoldi. Birga bering. Uning xijil bo'g'dek nemisi bor? Hey, qaysi xon qiz meni bir rom tutishni taklif qiladi. Hammanglar kelinglar, o'moqlarim. Hammanglar kelinglar. Obdan gap bo'ldi. Mana bu mening do'stim. Endi jo'q xon qizlar. Shundaq. Yana bir romka. Qanday o'mig'i?